Ayniqsa mana shu reumatoidniy artritim bor edi. Shu qo'llarimda juda qattiq kuchli og'riq bor edi. Dard kelsa darmon ketar deganlaridek bizdagi xolamiz belda va oyoqdagi og'riqlar bilan kelgan edilar. Bir kurs muolajamiz hali tugamasdan turib, bizga otib berishga qaror qildilar. Bu yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi barakatuh. Mana shu klinikaga, skelet klinikasiga keldim. Mani grijam bor edi. Shu grijamni oyog'imga og'riq bergani sababli kelgan edim. Alhamdulillah ancha yaxshiman. Og'riqlar ancha qoldi. Ayniqsa mana shu reumatoidniy artritim bor edi. Shu qo'llarimda juda qattiq kuchli og'riq bor edi. Menga shakar yeyishni, shakar yerdim har doim. Shakarsiz choy ichmas edim. Alhamdulillah mana shu qo'llarimning og'rig'i qoldi. Eng menga yaxshi bo'lgani mana shu qo'llarimni og'rig'i qolgan. Undan tashqari yana mana shu oyog'imni tortishlari ancha kamayib, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Yana muolajalarim bor. Xudo xolasa oxirigacha yetkazishga harakat qilaman. Bugun nechinchi kuningiz xola? Bugun 6-kunim. 6-kunim. Alloh rozi bo'lsin shu yerda ishlaydiganlarga, mana Umidaxon, mana bu yana mutaxassislar bor ekan. Yana tazim qiyshiq edi. Shu tazlarimni to'g'irlashyapti. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Ilohim shu yerda ishlaydiganlarga Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor Alloh o'zi sabab chiqib qo'ydi. Ilohim hammaligisini ishlarini rivojini bersin. Bundan keyin kelayotgan kasallar ham Alloh shunaqa shifo topishni nasib qilsin. Yaxshi klinika ekan. Ancha og'riqlarim qoldi alhamdulillah. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmaymiz. Sizlarda ham shunga o'xshash muammolar qiynayotgan bo'lsa, bemalol skelet jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.